boshqa narsa tushmas kerak iloji bo'lsa. Shu yerda olish kerak edi. Keyin mana ketirasizda shuni o'zini ko'rsatib ketasizda mana. Pavuk bo'ladimi? Pavuk. Mana shuni qo'ylaylik. Yopraqni almashtirib beramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p. Kobaltli pavuk sistemasini. Mana yopraqni shunga qo'ydik. Tot. Pavuk. Mana shuna qilinganda bu. Mana shu yerga tushirishimiz kerak bu narsa. Xo'p, qarang. Bu yerdan kelib bunga yopish kerak bu. Bunu ustidan o'tib. Hop. Mana shu narsadan shu bu yerga ham turibdi. Pavuk taqlagandan keyin ana qarang, Nexia'ni o'rta bachogini flanselari bu. Men o'zim qo'yib berganman. Chot kuchlaydi bu. Mana buni qo'yilgan bu ikki quloqlik bir o'xshamaydi. Pavuk qilsanglar mana Cobaltga. Mana shunaqa joydan mana shuni olib o'tasizda. Keyin endi mana shu ulashgan joyi mana shu narsani qo'yib yuboringlar. Nexia'larning o'rta bachogini ulanish joyi bu. Zo'r ideya bu. Yechilishi ham oson, qo'yilishi ham, olinishi ham hammasi zo'r. Chotki, hech qara tegmaydi. Bergan joy bu. Bosh chiqarmaymiz. Chotki. Ko'tarib ishlayapti bu. Yerni pirpilab turib qo'yibdi buni. Bunday qarab ketganga mana bachogdan men o'zim qo'yib berganman. Sredni bachogini.